Kengiz Hanım ve men. Abdori Erkin Sidaq. 4. qism. Xalqaro qo'shtilliq ma'rifiy jurnalidagi men abdurliqdan qoldirilgan bir ilmiy maqola. Kengiz Hanım 2014-yili Xalqaro qo'shtilliq ma'rifiy jurnalining baş muharriri bo'lib ishlayotganda Xitoydagi bir Wang familiyalik professordan Uyg'ur qo'shtilliq ma'rif haqida bir parcha ilmiy maqola kelgan bo'lib, Kengiz Hanım bu maqolani yaratmay, menga maqolaga birinchi avtor bo'lib, qaytadan yozib chiqishimni, unda qilmaganda u maqolani mazkur jurnalga qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini aytdi. Bundaq ilmiy maqolalarda o'tirg'i qo'yilgan bayonlarning hammasiga rasmiy nopozga ega manba yoki isbot ko'rsatishga to'g'ri kelgachga, u maqolani qaytadan yozib chiqish nihoyatda ko'p ajr talab qiladi. Kengiz Hanımning aytishicha, shu vaqtgacha o'zi qo'l tiqib baqqan qo'shtilliq ma'rif, yerlik millat ma'rifi va ona til haqidagi xalqaro jurnallarda Uyg'ur tiliga oid biror parcha ilmiy maqola ko'rib baqqan emaskan. Shunga Wang familiyalik professorning bu maqolasini ko'rib dastlabida nihoyatda xush bo'libdi. Ammo uni o'qib chiqqandan keyin umidsizlanib qopti. Men mushu fursatdan foydalanib, Uyg'ur tili uchragan og'ir ziyonkashliklarni dunyoga bildirib olish maqsadida Kengiz Hanımning taklifini qabul qilib, necha oy vaqt qattiq tirishib, maqolani qayta yozib chiqdim. Maqola bitganda uni Kengiz Hanım takrorladi. Wang familiyalik professor aslida Sharqiy Turkistonda tug'ilib o'sgan birisi bo'lib, maqola tayyor bo'lib, jurnalga besildiganga azroqla vaqt qolganda, u Kengiz Hanımga tuvandagi mazmunda bir parcha xat yozibdi. Men oqshom Shinjongdan kelgan bir to'p tanishlarim bilan bir so'rinda bo'lgan edim. Paranglarning orasida men bu qitim tayyorlagan maqolamizni va Erkin Sidaqni tilga olsam, so'rindagilarning biri menga Erkin Sidaqning Xitoy hukumatining qora tizimligida eng yuqori o'rin turadigan kishilarning biri ekanligini deb berdi. Agar bu maqolani Erkin Sidaq bilan birga e'lon qilsam, men og'ir darajada jazolanib, xizmatimdan haydalishim mumkin. Shunga bu maqolani Erkin Sidaqning ismini chiqarib etib, e'lon qilishni talab qilaman. Kengiz Hanım bu xabarni menga yetkazib, qanday qilish haqida maslahat so'radi. Men maqoladagi ismimni o'zimning ismimning bash harflari bilan o'xshash bo'lgan Erik Smithga o'zgartib e'lon qilish taklifini berdim. Kengiz Hanım buni anglab xush bo'ldi. Hamda maqolangizning talabiga uyg'unlash uchun sizning adresingiz uchun bizning uyning adresini ishlataylik, dedi. Men nihoyat xush bo'ldim. Kengiz Hanım bu qarorni Wang familiyalik professorga yetkazganda, u mening ismimni Erik Smith deb maqolaga kirgizishga qo'shilmay, meni Abdurliqdan butunlay chiqarib etishida ching turib oldi. Kengiz Hanım qanday qilish haqida yana mendan maslahat so'radi. Mening kasbim optika, ya'ni nur ilmi bo'lib, men hozirgacha o'zimning kasbiy sohasidagi xalqaro jurnallarda ko'pinchisida birinchi avtor yoki ba'zida qo'shimcha avtor bo'lib, jami 76 parcha ilmiy maqola e'lon qilib bo'ldim. Men yana o'xshamagan 3 kitobga bir bobdan mazmun yozib bergan va 30 parcha yaqin maqolaga avtor bo'lib bo'lgan, hamda 3 dona Amerika patentini olgan. Til jihatdagi bu bir parcha ilmiy maqolaga avtor bo'lish bo'lmasligim men uchun uncha muhim ishmi emas bo'lib, muhim bo'lgani mushundaq bir qimmatli fursatdan foydalanib, Uyg'ur fojiasini dunyoga anglitib olish. Dunyodagi tilshunoslik sohasida xizmat qilayotgan kishilarni Uyg'ur tili duch kelgan ichinishli taqdirdan xabardor qilish edi. Shunga men Kengiz Hanımga u maqolani mening ismimni Abdurliqdan chiqarib etib, e'lon qilishga qo'shilganligimni dedim. Dunyoda ilmiy emgak bilan shug'ullanadigan kishilar agar e'lon qilmoqchi bo'lgan bir ilmiy maqola tayyorlash jarayonida boshqalarning yordamiga erishgan bo'lsa,
hamda yordam qilgan u kishilarni maqola avtorligiga qo'shmagan bo'lsa, maqolaning eng oxirida bir minnatdorlik so'zi yezib, uningga yordamlashuvchilarning ismini atab, ularga minnatdorlik bildirdi. Men Kengiz xonimga yuqoridagi taklifni berganda, mening ismimni maqola avtorligidan chiqarib etishni, ammo maqolaning oxirida ismimni Erik Smith deb elib, menga va Kengiz xonimga minnatdorlik bildirishini aytdim. Natijada mazkur maqola shu tariqada yuqorqi jurnalning 2014-yili 9-oylik soniga besildi. 2023-yili 15-iyun. Davomi bor.